1919-yilda tug'ilgan Plis Nurpesov Qoraqalpoq kengliklari Taxtako'pir dalasida voyaga yetgan. U texnikumni tamomlab muallim bo'lib yoshlarga dars bera boshladi. Plis yoshligidanoq uchuvchilikka qiziqardi. Qiziqishlari uni Melitopol harbiy aviatsiya bilim yurti sari yetakladi. Ammo o'qishi yakuniga yetmay 1939-yili armiya safiga chaqirtirildi. Qoraqalpoq o'g'loni 1943-yil 2-Belarus fronti, 47-gvardiya alohida 4-aviatsiya razvedka polki kuzatuvchi uchuvchisi bo'lib xizmat qildi. Shijoatli yigit qisqa muddat ichida jasorat ko'rsatib, muddatidan oldin gvardiya katta leytenanti harbiy unvoniga sazovor bo'ldi. Katta leytenant Plis Nurpesovning xizmatlari sabab fashistlarning 148 ta aerodromi, 3646 ta temir yo'l esheloni, 1735 ta zenit artilleriyasi, 925 ta kema va turli xil obyektlar haqidagi o'ta maxfiy ma'lumotlar qo'lga kiritiladi. U to'plagan ma'lumotlar asosida dushmanga katta zarba beriladi. Yurtdoshimiz Tu-2 va Pi samolyotlarida topshiriqlarni mohirona ado etganligi uchun qo'roldoshlari Po'lat tumshuqli burgut deya nom berishgan. 1944-yil 15-may Mogilyovda bo'lgan razvedkada dushman qo'shinlari ularni zenit o'qlari bilan kutib oladi. Shunda Plis Nurpesov P rusumli samolyot nishonini o'zgartiradi. O'zi esa parashyut bilan yerga sakrab vazifani quruqlikda bir o'zi amalga oshirishga kirishadi. Ko'rsatilgan obyektni rasmga olish, ma'lumot to'plash uchun oldinga qadam bosadi. Iziga tushgan dushman askarlariga tuzoq qo'yishga erishadi va ularni chetlatadi ham. Bu Mogilyovdagi g'alaba uchun poydevor edi. Ma'lumotlarga qaraganda qahramonimiz 1944-yilning mart oyidan 1945-yil aprel oyi oralig'ida 100 ga yaqin jangovar vazifalarni amalga oshiradi. Shulardan 10 tasi kunduzgi razvedka ishlari edi. 23-aprel kuni 4-marotaba Berlinga uchishga to'g'ri keldi. Ekipaj a'zolari bu oddiy topshiriq emasligini yaxshi bilishardi. Nurpesov har galgidek shturvalni ishonch bilan changalladi. Vazifa o'ta og'ir. Bu operatsiyaga tajribali komandirlargina jalb etilgan edi. Nurpesov manzilga yetib bordi. U samolyotida obyektlarni rasmga olib ma'lumotlarni qayd etdi. Shtab ratsiyasidan so'nggi bor uning topshiriq bajarildi degan bildirgisi eshitildi. Bu tarix sahifalarida g'alabaning ilk kuni deya qayd etildi. Ha, yurtdoshimiz vazifani a'lo darajada bajargandi, ammo ortga qaytish nasib qilmadi. 1945-yil 18-avgust kuni endigina 26 yoshni qarshilagan gvardiya katta leytenanti Plis Nurpesovga dushman mudofaa obyektlarini aniqlashda mardlik va dovyuraklik ko'rsatganligi, jangovar vazifalarni namunali bajarganligi uchun Ikkinchi jahon urushi qahramoni unvoni beriladi. Albatta, qisqa, ammo asrlarga tatigulik umri davomida jasorat ko'rsatib, hatto o'z jonidan voz kechgan o'g'lonni vatan unutmadi. Urushdan so'ng qahramonimizning xotirasini abadiylashtirish maqsadida Nukus shahridagi universitet binosiga memorial lavha qo'yildi. Taxtako'pir tumanidagi maktabga uning nomi berildi.